Assalomu alaykum qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa inshaalloh sizlarga dizelni 7 tushli motobloklarimizni obzorlarini qilib o'tamiz. Ekranga yaxshilab o'rnashib oling. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Hozirgi sizlarga qiladigan obzorimiz 7 tushlik dizelni motobloklar obzori bo'ladi. Like, podpiskani bosib qo'ysangiz sizlarga eng katta chegirmalar asosida qilib beramiz. Like, podpiskani bosgan uchun shuni qilib beramiz. Bu gapimiz gap, bundan so'z yo'q. Faqat narxini eshitib вообще tushib ketib deyotmang. Chunki biz buni skidkaga qo'yib qo'yganmiz. Har doim bu narsa bo'lavermaydi. Bu narsaga e'tibor beradigan joylar. Erta shoshilib qolib, erta bir oyda, 2 oydan keyin kelib yoki bir 6 oydan keyin kelib narx shunday edi-ku desalaringiz, u narsa bu narx bo'lmasligi mumkin. Shu narsaga e'tibor beradigan joylaringiz. Iloji boricha shoshilib qolamiz, tezroq kelib xarid qilishga imkoniyat tug'amiz. Xalqim bo'lsa biz boshladik. 7 dizelli motoblogimiz mana ko'rganlaringizdek 173F motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 4 qator va 8 qator frezer ko'rib turganingizdek baquvvat ishlangan motoblok hisoblanadi. Bu motoblogimizning narxlari ataga like, podpiskani bosasizlar 5 million so'mdan olib ketaverasizlar har qanday. Kelib olib ketadigan joylar. Ko'pchilik joylarda 4 qator frezerni o'rniga bitta qatorni olib 3 qatorli qilib berayotgan ekan. Xoh benzinga, xoh bunga. Bizga birontasi unaqa yo'q. Hammasini ichidan chiqqani 4 qator frezeri beriladi. Shunga e'tibor bering. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 3 qatorli qilish juda oson. Bir qatorni olib qo'yib 3 qatorli qilib berish mumkin. Chunki pulini siz masalan pulini mana uni pulini kelasidan 5,5 million degan bo'lsa, qo'shni qishloqda qo'shni tarafda 5 millionga beryapsiz. Bo'ldi, 5 millionga beraman deydi. Keling deydi. Shuning ichidan bir qator frezerni oladi. Men deydi sizga 5 million. Shu yerda 200 ming, 300 ming pul yutqazib qo'yasiz. Shu joyida siz bilan siz O'zbek bu yerda bizning narximiz bir xil deb o'ylaysiz. Yo'q, biz 4 qator frezerni beramiz. Shuni e'tibor beradigan joyingiz, optim baza birinchi qo'ldan kelib xarid qilganga yetmaydi. Birinchi qo'l. Sizlarga nima qilamiz? Bazadan. Ikkinchisi, ko'raverasizlar, turgun balon kattaroq qora shaklda yetib kelgan bunisimizning narxlari 5 million 200 ming so'mga kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu ham 4 qator va 8 qator frezer turgun balon originali. Movoda kapot farali kerak bo'lsa, qush filtrli kapot farali ham yetib kelgan 6 million so'mdan like, podpiskani bosib qo'yib kelayotgan joylaringiz. Movoda tak statorli variantdan kerak bo'lsa, mana stator kalitda o'taladi, statorli variantdan bor. 6 million 500 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. 5 million so'm 6,5 milliongacha chiqib keladi, kelib xarid qilishingiz mumkin. Kanalga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang, like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Xalqim hozir 7 ga 9 larda sizlarga chiroyli obzorni qilib o'tamiz. Undan keyin gusnich apparatlarimiz yetkazadi. Jonlaring sog' bo'lsin.